Payg'ambarimiz bilan Hazrati Xadicha onamizning muborak nikohlarida xotin o'rtasida bo'lmog'i vojib bo'lgan sevgining, hurmatning, vafoning va baxtli oilaning sirlari yotadi. Payg'ambarimiz Hazrati Xadichaning vafotidan keyin ham uni hamisha sevgi va hurmat ila yodga oladi. Unga nisbatan vafosini namoyon etadi. Payg'ambarimiz bilan Hazrati Xadicha o'rtasidagi sevgi aslo kamaymay, yillar osha tobora ortib bordi. Hazrati Xadicha onamiz payg'ambarimizning eng katta yordamchisi, do'sti ham edi. Vahiy ilk bor tushganda payg'ambarimiz buni dastlab Xadicha onamizga aytadi. O'sha kunlarda payg'ambarimizga eng katta yordamni muborak onamiz ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Hiro g'orida uzlatga chekinganda Hazrati Xadicha onamiz ixtiyorida necha xizmatchilar bo'lgani holda payg'ambarimiz uchun yegulikni shaxsan o'zi olib borardi. Payg'ambarimiz esa muhtarama ayolining kelishini his etar, tog' etaklarigacha tushar va uni kutib olardi. Chunki u zot Hiro g'origa chiqish qiyin, mashaqqatli ekanligini bilar, qadrli zavjasi qiynalishini xohlamasdilar. Kunlarning birida Hazrati Xadicha onamiz payg'ambarimizni har doimgidek uyning tomiga chiqib kutayotganda, yaqinlari unga: "Ey Xadicha, nega bunday qilyapsan? Havo juda issiq, o'zingni buncha charchatma" deyshadi. Muhtarama onamiz esa: "Mening janobim quyosh ostida ekan, men soyada turolmayman" deydi. Payg'ambarimizga bo'lgan mehrini, muhabbatini va sevmoq nima ekanligini o'z hayoti misolida namoyon etadi. Eng katta yordamchisi, umr yo'ldoshi, do'sti Hazrati Xadicha onamiz vafot etganida payg'ambarimiz chuqur qayg'uda qoladi. O'sha yilni qayg'u yili deb ataydi. Muhtarama onamizning vafotidan keyin ham payg'ambarimiz uni hamisha xayr va sevgi ila yod etadi. Qachon u haqda so'z ochilsa, ko'zlari yoshga to'lardi. Payg'ambarimiz Hazrati Xadicha onamizga mehrini, vafosini Makka fathida ham yana bir bor namoyon etadi. Bir paytlar yurtlaridan quvilgan musulmonlar endi Makkani fath etgandilar. 10,000 askar bilan g'olib sarkarda sifatida Makkani fath etgan payg'ambarimiz Hazrati Xadicha onamizning qabrini ziyorat qilib, u yerda ko'z yosh to'kadi. Sahobalar payg'ambarimizdan "Chodiringizni qayerga tikaylik?" deya so'rashganda, payg'ambarimiz "Chodirimni Xadichamning qabri yoniga tiking. O'sha yerda unga yaqinroq bo'laman" deya Hazrati Xadichaga nisbatan vafosini namoyon etadi. Sevgi Allohning odam bolasiga betakror armog'onidir. Xotinlarni boshini qovushtirgan mehr, muhabbat va vafodir. Vafo unutmaslikdir. Yaxshi kunda, yomon kunda, dard va tashvish qanchalar og'ir bo'lmasin, sevmoqdir.